Hurmatli tuğanlar, biz şu Oş oblasının Karasu rayonu Joşaylı hükümetinin Kızılsaray ayılından geldik. Şu Alay rayonunun Akbosuğu ayılına toyga. Şu toyga Bordoş, Özbekistan elinin ahtibesinden şu Saray urusundan konak mıyman gelip dur, şuna söz versek. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz qarindoshlar. Biz mana shu Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan keldik. Bu yerda mana qirg'izlarda to'y bo'lyapti ekan. Biz mana shu to'yga keldik. Men bu to'yni ko'rib hayron qolyapman. Men tushunmadim. Bu yerda bunaqa uylarda yashashar ekan, mana ko'rib turibsizlar, mana kiyizdan tikib kirib ovqat yeyverishar ekan. Bizning mana qishlog'ini mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bir haftadan tiklab tashlagan. Bu qirg'izlar prezidentdan olgan qarzlarni nima qilyapti deb tushunmadim. Qancha so'ysiz aytib qo'ysin. Lekin bular to'y desa 8 ta ot so'yar ekan, 8 ta bo'zak so'yar ekan. Bizda jilqi deydi. Endi bizda ot deydi. Lekin 50 ta qo'y deyapti. Uni kim yeydi bilmayman bu. Bizda bitta to'y qiladi, bitta qo'y so'yadi, yarimini qassobga topshiramiz, yarimini oshga yeb qo'yamiz. Bo'ldi shu. Men tushunmayman, bular abjorami nima balo? Meni xafa bo'lmaylar-ku. Yarim kayf bo'lar ekan, aroq ichar ekan, mana qarang. Ana yurtdan ikkitasi edi. Bizda o'shalar bilan qiziq bo'ladi. Bizda aroqni hamma tashlaydi u. Bizda zakon qattiq. O'sha 2023-yili mana biz Saray demas to'g'onlarga keladi. O'shanda sizlar ham o'shasizlar, sizlar ham kelasizlar. Endi umuman chegara ochib bo'lsa kelamiz albatta. Endi hozir Mirziyoyev ochib qo'ydi u. Yana Karimga o'sha kelib qolsa yopib qo'yadimi? Endi biz abishat qila olmaymiz, kelishga harakat qilamiz akalar. Yo'q, sizlar kulmanglar aka. Bizda uraqa deganlar bilan zakon qattiq bizda shu. Sizlar bu yerda bemalol yuraverasizlar ekan. Bizda o namoz o'qiyamaysan bemalol. Toza havada deb. Qancha tonna qimiz olib keldinglar? 2 tonna olib keldi deyapti, biroq 2 tonnadan ko'proq. Bu qimizni Sizlarda qimizni qancha ichadi? biz qimiz bilmaymiz. Biz sigirni sut ichamiz, lekin bu yerda ot sut ichar ekan bular. Jilqida, jilqi. Men bilmayman, otda men ko'rdim. Bittasi minib yursa, ikkinchisi kelib sog'ib ketaverar ekan. Yadachi ketaverar ekan, ichaverar ekan. Lekin uzoq joy ekanda, kelyapmiz, mashinada kelyapmiz. 170 kilometr o'tdi. Yetmay qo'ydik. Bizda Andijonda bir pasda qidirib olamiz. O qarni ko'rdim, ana qarni. Lekin O'sh degan yeri bor ekan, probka ekan u. O qarni ko'rdingmi? Qorlari bizda ham bor u. Ko'rinib turadi. Qarg'urlar yelkar tutsizlar. Lekin O'sh degan joyi bor, shahar bor ekan. Probka emas, tikolar mana shu o'tkazmas ekan. Nima bo'ladi? O'shda o'zi kichkina shahar ekan, bir 3 soat aylanib zo'rg'a qidirib oldik. Andijonda masalan yarim soatda bo'lasan. Probka degan narsa yo'q, qoida bilan yurishadi, hamma pravila bilan yurishadi. Bu yerda mana boshdan kuchli bo'lsa haydab ketaveradi. Bu yerda mana qo'lni chiqarar ekan. 1 minut bo'ldi, burib ketaverar ekan.